Video Arya tomonidan Bangtan olami kanali uchun maxsus ovozlashtirildi. Run BTS 3-qism. Men yomg'ir yog'ishini xohlayapman, lekin yog'adiganga o'xshamayapti. Nimaga? Chunki men arg'imchoqlardan qo'rqaman. Ularda uchishni istamayman, lekin bugun quyosh porlab turibdi. O'zi arg'imchoqlar qanday uchishini bilasanmi? Tepadan pastga, tepadan pastga. Biz xavfsizlik kamarini taqib olamiz, shunda biz himoyalangan bo'lamiz. Hey Jimin, arg'imchoqlardan qo'rqasanmi? Yo'q, men shunchaki uchishni xohlamayapman. Hey Hobbi, sen qo'rqasanmi? Yo'q, men qo'rqmayman. Rostdanmi? Ha, men umuman qo'rqmayman. Hey bolalar, biz 1 soatdan keyin 1028 metr tepada bo'lamiz. 1028? Buncha baland? Biz ovozimizni ehtiyot qilishimiz kerak, shuning uchun ko'p baqirib yubormanglar. Ertaga axir konsertimiz bor. Bu balandlikda menimcha baqirishning iloji yo'q. Jimin, ko'rsatib ber. Jimin qilayotgandek qilib ber. Baqirishga urinayotgan, lekin uddalay olmayotgan odam. Yo'q, siz xirilayapsiz. Bunday qilmang, ovozsiz qolasiz. Shunday qilib bizning asosiy maqsadimiz arg'imchoqlarda uchib mazza qilish. Men juda ham qiziqayapman, Jimin buni uddalay olarmikan? Qani ketdik, ko'ramiz. Shugaga omad tilaymiz. Qani ketdik, go go go. Men allaqachon qo'rqishni boshladim. Mening yuragim allaqachon hamma narsaga tayyor. Ana ular arg'imchoqda uchishayotgan odamlarmi? Ular buni qanday qilishyapti? Men ularni ko'rib qo'rqib ketyapman. Xavotir olma, ular o'zlarini tayyorlab olishgan. Ular hamma narsaga tayyor. Qara, ana odamlarni qara. Qani? Qara, ular uchishyapti. Ey Xudoyim, men qo'rqyapman. Biz yetib keldik. Ey Xudo, voy, buncha qo'rqinchli. Qarang, men anavidan uchishni boshlayman. U juda ham baland ekan. Ha, u juda ham baland ekan. Ha, men o'laman. Bu arg'imchoq meni aniq o'ldiradi. Tirik qaytaman deb umid qilaman. Menmi? Men umuman qo'rqmayapman. Axir bizda xavfsizlik kamari bor-ku. Aslida men arg'imchoqlarni umuman yoqtirmayman. Men ko'proq Jimin va Hobbidan xavotir olyapman. Axir ular juda ham qo'rqoq. Ulardan juda ham xavotir olyapman. Axir ularning akasiman-ku. Qani ko'ramiz, ular uchishadimikan. O, qaranglar, ana arg'imchoq men uchun. Bu juda ham qiziq bo'ladi. Menimcha men bularda ucha olmayman. Ular birin-ketinlikda arg'imchoq tanlashmoqda. 84 dan boshlar ekanmiz. 84 dan. Ishonchim komil emas, lekin harakat qilib ko'rmoqchiman. Bu katta muammo emas, hal qilsa bo'ladi. Qo'rqma, hammasi yaxshi. Bu meni armiyalarga bo'lgan sevgimni isboti. Mana Hobbi aytgan armiyalarga bo'lgan sevgi isboti. Bu meni armiyalarga bo'lgan sevgim isboti. Bo'ldi, uni yeb olay, meni tinch qo'yinglar. Biz to'g'ri yo'lda ketyapmizmi? O'zi biz qaysinisiga borishimiz kerak? Eng qo'rqinchlisiga. Men boshqa kuta olmayman. Biz hozir uchishimiz shartmi? Meni vahima bosyapti. Hoy, men bunda ucha olmayman. Oyi, qayerdasiz? Voy, biz bunda qanday uchamiz?
Let's go. Men yaxshiman, menda hammasi yaxshi. Bu juda ham zo'r. Bu qo'rqinchli emas. Bu men o'ylaganimdan ham qo'rqinchliroq ekan. Bu unchalik qo'rqinchli emas. Mening yoshim sizlarnikidan katta bo'lgani uchun ham juda ham qo'rqdim. Men sog'lomlik ehtiyot qilishim kerak. Men o'zimni asrashim kerak. O'zingizni asranglar. Bugun kimdir yurak xurujiga uchrashi aniq. Gaynab bu musiqa meni g'ashimni keltiryapti. Endi qaysinisiga o'tamiz? Eng qo'rqinchlisiga keldik. Men bularni ko'rib o'zimga bo'lgan ishonchim ortyapti. Nega men bu arg'imchoqlardan qo'rqishim kerak? Bular bor-yo'q arg'imchoq. Ko'rdingizlarmi? Men buni qila oldim. Bu unchalik ham qo'rqinchli emas ekan. Endi men bulardan qo'rqmayman. Qara, bu men. Men buni uddaladim. Juda zo'r tushibman. Bundan keyingi attraksionni bizga bonus qilib beringlar. Xo'bi, sen buni uddalaysan. Bu unchalik ham qo'rqinchli emas. Bu unchalik ham qiyin emas. Qo'rqma. Bu qo'rqinchli bo'lmaydi. Uyga ketishni xohlayman. Men qo'rqmayman. Men aniq ucha olaman. Men bunga tayyorman. Men bunday demasligim kerak edi. Nega men bu qo'rqinchli narsada uchishim kerak? Nega o'sha paytda bunday deb aytdim? Qarang, bu unchalik ham qo'rqinchli emas. Menimcha men hushimdan ketib qoldim. Bo'ldi, men boshqa bunday narsalarda uchmayman. Ortiqcha gap ham gaplamayman. Ketdik. Men uyimga ketdim. Qani, men uyimga ketdim. Bo'ldi.
Men uddaladim. Ko'rdingizlarmi, men buni qildim. Men yaxshiman. Bo'ldi, men bilan hammasi yaxshi. Menda hammasi yaxshi. Men boshqa uchishni xohlamayman. Yaxshi. Iltimos, meni tushiringlar. Havo juda ham yaxshi, juda ham ochiq. Men isib ketdim. Men yana uchishni istagan bo'lardim. Buni tomosha qilish boshqa, unda uchib ko'rish boshqa. Nimaga bu mazza-ku? Bu juda ham qiziqarli bo'ldi. Bu juda ham ajoyib. Men changfinda uchishni xohlayapman. O'zimni kulgidan zo'rg'a tutib turibman. O'zimdan o'zim hayratdaman. Bu qiziqarli bo'ldi. Nihoyat hobbi kutgan vaqt keldi va bu tugadi.